muddatsiz zapret qo'yiladi, ya'ni bir umrlik zapret qo'yiladi. Bu ham noqonuniy hisoblanadi. Demak, keyingi zapret turi bu podpunkt 7 chas 1 statya 27 fez 114. Qanday holatlarda taqiq qo'yiladi? Bu podpunkt bilan ikki holatda zapret qo'yiladi. Birinchisini Rospotrebnadzor sog'lig'ingiz bilan bog'liq kasalliklar uchun zapret qo'yiladi. Ikkinchisi bu sudimiz borligi, ya'ni sudlanganlik holatingiz borligi uchun zapret qo'yiladi. Xo'p, bu statya bilan ikkinchi qo'yiladigan zapret bu sudlanganlik holati haqida. Ya'ni Rossiyada va boshqa davlatda qasddan jinoyat sodir etilgan bo'lsa, demak, o'sha sudlanganlik holati muddatiga zapret qo'yiladi. Sudlanganlik holati jinoyat turiga qarab turib bir necha qismga bo'linadi. Misol uchun, kichik va o'rta og'irlikdagi jinoyatlar uchun 3 yilga zapret qo'yiladi. Og'ir jinoyatlar uchun 8 yilga, o'ta og'ir jinoyatlar uchun 10 yilga zapret qo'yiladi. Qanday holatlarda bekor qilinadi? Sudlanganlik muddati tugagan bo'lsa yoki oldindan olib tashlangan bo'lsa. Ya'ni qonunchilikda sudlanganlik holati, misol uchun og'ir jinoyat uchun 8 yilga sudlanganlik holati bor bo'lsa, sudlar buni o'sha vaqt muddatidan oldin sudlanganlik holatini olib tashlashga haqqi bor. Agar mana shunday holat bo'lsa, ya'ni aytaylik 8 yilga sudlanganlik holati bo'lsa, 4 yildan keyin sudga murojaat qilib o'sha sudlanganlik holatini vaqtidan oldin tugatgan bo'lsa, sud mana shunday holatda bu zapretni bekor qilsa bo'ladi. Va ba'zi holatlarda aynan mana shu sudlanganlarga muddatsiz zapret qo'yiladi, ya'ni bir umrlik zapret qo'yiladi. Bu ham noqonuniy hisoblanadi va sudlashib aynan o'sha sudlanganlik muddati miqdoriga tushirish mumkin. Misol uchun, bir kishi kichik va o'rta og'irlik jinoyatlaridan birini sodir qilgan bo'lsa va bu kishiga bir umrga zapret qo'yilgan bo'lsa, bu zapretni 3 yilga qisqartirish mumkin. Yoki 3 yil agar o'tgan bo'lsa, allaqachon 3 yil o'sha sudlanganlik holati o'tgan bo'lsa, zapret to'liqligicha bekor qilinadi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting. Har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.